Bir erkak xotinining telefonidagi bitta yozuvni ko'rib qoldi va o'sha kundan boshlab butun hayoti o'zgardi. Yozuv shunday edi: tahajjudda eringni duo qil. Telefon jiringladi, xotini esa charchoqdan uyg'onmadi. Shunda erkak uni kuzatib qoldi. Bu qiz kechagina ota uyida erka bo'lib o'sgan edi. Endi esa erining uyida hammaga xizmat qiladi. Erining qattiq gaplariga sabr qiladi. Qaynona, qaynotasiga xizmat qiladi. Och qolsa ham shukr qiladi. Eridan avval turib, uning namozga uyg'otishini kutadi va kun bo'yi mehnat qiladi. Tun yarmida esa hamma uxlaganida eridan ham avval turib, tahajjudda aynan o'sha erkak uchun Allohga duo qiladi. Erkakning ko'zlariga yosh keldi. Men bu ayolga nima berdim? Nega men uning mehrini oddiy narsa deb qabul qildim? O'sha tundan keyin u xotinidan kechirim so'radi. Hayoti emas, o'zi o'zgardi va ayolning yuzidagi tabassum qayta boshladi. Erkaklar, ba'zan ayol sizdan hech narsa so'ramaydi, lekin u ham mehrga, e'tiborga va qadrlanishga muhtoj. Agar bu hikoyada o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, bugun bo'yiga borib, xotiningizni bir marta bo'lsa ham bag'ringizga bosing va unga rahmat onasi borliging uchun deb ayting. Balki aynan shu bir og'iz so'zingiz uning butun kunini, balki hatto butun hayotini o'zgartirishi mumkin.